Kartadagi pulni firibgarlardan qanday himoya qilish mumkin? Bugun sizga aynan shu haqda ma'lumot beramiz. Firibgarlar nafaqat mobil telefon va hamyonlarni sezdirmay o'g'irlashi, balki bank kartalaridagi pulga noqonuniy egalik qilish ham mumkin. Kartadagi pulni ulardan himoya qilish uchun ko'plab yo'llar va texnologiyalar ixtiro qilingan hamda tashkil etilgan. Firibgarning tuzog'iga tushmaslik uchun har doim 5 ta muhim xavfsizlik qoidalariga rioya qilish kerak. Demak, birinchisi, parol va kodlarni hech kimga aytmang. Kartaning PIN kodi, amal qilish muddati va boshqa ma'lumotlarini hech kimga aytmang. Misol uchun, agar sizga bankning texnik qo'llab-quvvatlash xizmatidan yoki bank menejeri qo'ng'iroq qilib, kartangiz bloklanganini aytib, kartangiz ma'lumotlarini so'rasa, ehtiyot bo'lishingiz kerak. Chunki bank xodimi hech qachon kartaga bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni sizdan so'ramaydi. Xaridlar yoki hisob varaq bo'yicha to'lovni amalga oshirayotganingizda esa kartangizni sotuvchi yoki ofitsiantning qo'liga bera ko'rmang hamda PIN kodini ham ularga aytmang. Parolingizni kiritishda to'lov terminali yoki bankomatlar klaviaturasini har doim qo'lingiz bilan yopib turing. Bundan tashqari, nazorat kameralari sizni PIN kodingiz terayotgan jarayonni ko'rmayotganligiga ishonch hosil qiling. Bank kartangiz va bank veb-saytidagi shaxsiy kabinetingizga kirish uchun murakkab parolni yarating. Ikkinchi qoida. Bank kartangizga SMS xabarnomasini ulang. Har doim hisob operatsiyalaringizni kuzatib boring. Barcha faol kartalaringiz bo'yicha SMS xabarnoma xizmatini ulab qo'ying. Shunda har bir karta bo'yicha amalga oshirilgan operatsiyalar haqida xabarnoma olasiz. Buning uchun sizga xizmat ko'rsatuvchi bankomatlarda SMS xabarnomani tanlab, mobil telefon raqamingizni kiritishingiz kerak bo'ladi xolos. Uchinchi qoida. Antiviruslardan foydalaning. Antivirus dasturini foydalanadigan barcha moslamalaringizga, kompyuteringiz, planshetingiz va mobil telefoningizga o'rnatish juda muhim hisoblanadi. Antivirus dasturi firibgarlar pul o'g'irlashi uchun foydalanadigan dasturlar va veb-saytlardan sizni to'liq himoya qiladi. 4-qoida. Ma'lumotni qayta tekshiring. Kartangizga bog'liq bo'lgan muammolarni qayta tekshiring. Buning uchun bankning ishonch telefoniga murojaat qiling. Telefon raqami esa har doim xizmat ko'rsatuvchi bankning rasmiy veb-saytida ko'rsatilgan bo'ladi. 5-qoida. Xavfsiz veb-saytlarni tanlang. Faqat tasdiqlangan veb-saytlarga kiring. Sizga SMS xabarlar orqali yoki elektron pochtangizga noma'lum xayrixohlardan kelgan internet havolariga kirmang.